Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana bitta video qilib chiqarmoqchi bo'ldim. Endi bir xatoga yo'l qo'ydi. Bu xatoni sizlar takrorlamanglar degan maqsadda videoni ko'rsatmoqchiman. Endi ko'pchilikda bunday drabilkalar bor. Shu drabilkadan men shaxsan mana bug'doy, makka, misol mana shunaqa donlilar narsalarni o'tkazaman va bedani ham shu drabilkadan o'tkazaman. Shularda mana bunday chang chiqib qolar ekan. Mana bu bedaniki. Mana bu yerda mana bu oqi makka, bug'doy. Shular shunaqa changi un holatida changi chiqib qolardi. Endi bu mana shu yerda yerga tushadi. Bu narsani men bilmasdan gapni ochig'i shu ham yem degan fikr qilib qo'ylarga berdik. Ikkita qo'yni rosa qattiq bo'ktirib qo'ydim. Endi bu nima deydi? Ichiga kirgandan keyin bir xamirday bo'lib qolar ekan. Rosa qattiq bo'kib qoldi. Endi bir mana yig'ib olib shu changlarni berib qo'ydim. Shu ishni qilmanglar demoqchiman-da. Umuman olganda berayotgan yemim mana bunday yem bu drabilkadan o'tkazgan bu ichida bug'doy, makka, arpa, ana keyin kepak hammasini birga bir aralashtirib beraman. Bunlarni yaxshi yeydi, mazza qilib. Mana bu changini, hali aytgan changimni bersam bu qoldi. Ana endi bo'kkanda veturajni chaqirdim. Veturaj qilgan ukolni ko'rsatmoqchiman-da, nimalarni ukol qilganda. Mana shu birinchi kun keldi, mana shu ringerga mana osma ukol qo'ydik darhol. Mana ringer 250 grammlik ringer. Shuni ichida mana bu vitamin B kompleks. Ko'rinsa kerak. Mana vitamin B kompleks shundan 2 dona qo'ydi. Bu 3 milligramlik. Keyin 5 dona askorbinoviy kislota. Mana bitta yozib qo'ygan, endi ko'rinmasa kerak, bilmadim endi. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana askorbinoviy kislota 2 milligramlik 5 dona shundan qo'ydi. Shu ringerni ichiga solib, ringerni ichiga ham bunisini, ham mana bularni qo'shib, xullas kalom 3 kun qo'ydik. Ana endi videolarni chaqirishdan oldin qilgan amallarim nima bo'ldi? Birinchi kun endi ochilib ketadimi degan umidda oldin nasoka chimiritsa berdim. Mana 200 gram suvga bir 10 gramday chimiritsani berdim, uncha ta'sir qilmadi. Keyin birinchi holatda nima qildim? Mana og'riq qoldirayotgan dori, endi og'riq qoldirayotgan dori turi ko'p. Shaxsan men 3 milligram diklofenak qildim. Birinchi og'rig'i tarqagandan keyin ancha o'ziga sog'liq nima yengillashdi. Shundan 2 soatdan keyin veturaj keldi. Shu dorilar, mana shu kompleks dorilarni osma ukol qilib qo'ydik. Shu 3 kun podryad qildik shu narsani. 3-kunda ochildi. 2-kunida ertablaniga nima berdim? 200 gram suvni ichiga globulirованный sol qo'shib berdim. Shu 2 qoshiqdek. Obedga doktor keldi. Doktor yana osma ukolni qo'ydi. Sal o'ziga yaxshilashdi, quloq qizishni boshladi. Keyin 3-kun osma ukolni qo'ygandan keyin bu ham obed payti edi, peshinda edi. Kechki paytga borib sog'lig'ini ichib o'tdi ikkalasini. Shu Xudoga shukr umrdan bor ekan, ochilib ketdi. Endi shu qilgan xatolarni misol men qilgan xatoni sizlar takrorlamanglar degan maqsadda bu videoni sizlarga ulashdim. Salomat bo'linglar.